Murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish va bemorlarga aniq tashxis qo'yishda shifokorlarning tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois dunyoning ilg'or mamlakatlarida uzoq navbat kutib bo'lsa-da, bunday mutaxassislardan tibbiy maslahat oluvchilar ko'p. Prezidentimizning tibbiyotni xalqqa yanada yaqinlashtirishga qaratilgan islohotlari tufayli yurtimizda malakali shifokorlarni o'zlari olis tumanlarga borib, bemorlarga yuqori sifatli tibbiy yordam ko'rsatmoqda. Xususan, respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining yetakchi mutaxassislari prezidentimiz topshirig'iga asosan Surxondaryo viloyatining Dinov va Sariosiyo tumanlarida bo'lib, hududda ko'p uchraydigan kasalliklarni o'rganish hamda ilg'or tashxis va davolash usullarini joriy etish bo'yicha manzilli ishlarni amalga oshirmoqda. Shu maqsadda Dinov tumanida tibbiyotning yangi modelini joriy etish tadbirlari davom etyapti. Qolaversa, xirurgiya markazi tomonidan mamlakatimizning 28 ta tuman va shahar qatori Sariosiyo va Dinov tumanlarida tibbiy xizmatni namunaviy tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yilib, soha infratuzilmasini mustahkamlash va xizmat sifatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Natijada malakali tibbiy xizmat har bir mahalla, har bir oilaga kirib boryapti. 25-yil davomida bir necha bor multidistsiplinar brigada bilan kelib, o'rganishlar o'tkazib, bu yerda shifokorlar bilan birgalikda ishlab, to'g'ridan to'g'ri aloqa o'rnatib, tumanda ham qolgan yo'nalishlarni samaradorligini oshirdi. 25-yil yanvar va fevral oyini olib qarasa va 26-yil yanvar va fevral oyini qaraganimizda Surxondaryoni Dinov va Sariosiyo tumanlaridan xirurgiya markaziga murojaat karrasiga kamaygan. Respublika xirurgiya markazi tomonidan boshlangan tashabbus doirasida avvalo hududlardagi tibbiyot xodimlari, jarrohlar va turdosh mutaxassislar malakasini oshirishga e'tibor qaratildi. Ular markaz shifokorlari bilan birga innovatsion yondashuvlar va zamonaviy davolash standartlarini amalda qo'llash bo'yicha tajriba orttirdi. Natijada qisqa vaqtda ushbu hududda diagnostika va davolash imkoniyatlari kengayib, bemorlarning viloyat markazi yoki poytaxtga borib davolanishlari keskin kamaydi. Masalan, 2024-yilda ushbu tumanlarda markazga murojaat qilgan bemorlar soni qariyb 1,5 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich hozirga kelib ancha qisqargan. Muhtaram Prezidentimizning tibbiyot sohasida olib borayotgan islohotlari, quyi bo'g'imda tumanlardan ish samaradorligini oshirish maqsadida olib borayotgan islohotlardan so'ng Denov tumanida ulkan ishlar olib borilmoqda. Xirurgiya markazida ajratilgan mutaxassislar tomonidan kelib, bizda to'liq ish samaradorligini oshirib, bizdagi mutaxassislarga qo'shimcha ish o'rgatishib, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari to'liq tatbiq etildi. Bundan tashqari, Denov tumani tajriba loyiha sinov tariqasida tanlab olindi va bundan so'ng bu tumanda ko'plab o'zgarishlar kuzatildi. Bugungi kunda tibbiyotimizda olib borilgan islohotlar natijasida xalqimizda mahalladan to xonadongacha tibbiyot sohasi kirib borganligidan xalqimiz bu tibbiyotdan mamnun. Tibbiyot tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyotlari endilikda faqat poytaxtda emas, balki viloyat va tumanlar darajasida ham bajarilmoqda. Xususan, Respublika xirurgiya markazi mutaxassislari tomonidan Dinov va Sariosiyo tumanlarida ilk bor murakkab buyrak transplantatsiyasi amaliyoti yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga 2,5 ming nafarga yaqin hudud aholisi, jumladan 800 nafar bola to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. 320 nafardan ziyod bemorda esa 11 turdagi murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Bu esa aholiga zamonaviy tibbiy xizmatlarni yashash joyining o'zida olish imkonini beryapti. Har bir insonni tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyoji bo'ladi. Bizning Dinov tumanimizda ham markaziy tibbiy birlashmasida hozir juda ko'plab zamonaviy har xil oxirgi uskunalar keltirilgan. Buning uchun avvalambor muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga katta tashakkur bildiraman. Ilgari bizlar borib sal dardimiz bo'lsa, boshqa bo'lsa Toshkentlarga borib tibbiy ehtiyojlarimizni qondirish uchun borganmiz. Bugun mahallamizga Respublika xirurgiya markazidan mutaxassislar kelib, xalq bilan, omma bilan uchrashib, dardini tinglab, ularga ko'rsatmalar, tavsiyalar berib, o'zining qimmatli bo'lgan maslahatlarini hozir xalq bilan ulashib o'tiribdilar. Chekka hududlarga kelib shunchalik e'tibor bo'layotgandan boshimiz ko'kda, to'g'risini aytishim kerak. Umuman olganda, sohada bunday manzilli yondashuvlar diagnostika va davolash imkoniyatlarini kengaytirib, aholi uchun tibbiy yordam yanada qulay va samarali bo'lmoqda. Bu esa yurtdoshlarimiz salomatligini mustahkamlashga qaratilgan islohotlarning izchil davom etayotganidan dalolat beradi.